Bir odam endigina bolasini tili chiqqan ekan. O'tirdik, bolamni tili chiqdi deb menga olib kelib ko'rsatib duo olyapti-da. Gapirib ham qoldi. Bir duo qiling taqsir deyaptilar-da. Duo qilgandan keyin tili chiqdi degan bola bitta gapirib qo'y desa, bitta bo'ralab so'kiyapti. Eng birinchi o'rgatgan narsa shu onadan kelib so'kishni o'rgatib. Bitta so'ksa hali odam rosa maza qilib kulyapti. Endi tili chiqqan, tillari chuchuy, o'zi so'kishni ham, harflari ham talaffuzli, kulgilik. Qarang deydi, buni deydi. Men aytdim, shuncha ovora la ilaha illallohni o'rgatmaysizmi? Bolangiz birinchi marta la ilaha illalloh deganda yig'lang. Bolangiz jannatiylar ro'yxatiga tushyapti. Jannat kalitini olyapti. Buni o'rgatish kerak-ku. Bolani tili chiqqanda haqoratni o'rgatadi. Bolamizga la ilaha illallohni o'rgatib, salomni o'rgatib, yaxshi muomalani o'rgatsak kerak, bo'lish kerak-ku. Shuning uchun Rasulimiz alayhisolatu vasallamning bizlarga bu bashoratlari hammamiz uchun alhamdulillah la ilaha illalloh degan har birimizga jannatni Alloh nasib qilsin. Oxirgi bitta yana yetkazib qo'yay, 5-amalimiz bor. Imom Tabaroniydan rivoyat qilingan hadis. Rasulimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki: "Man lam yushrik billahi shay'an ba'da id amana bihi wa aqama as-salata al-maktuba wa adda az-zakata al-mafruḍa wa sama ramadana wa sami'a wa ata'a famata ala zalika wajabat lahu al-jannah." Kimiki iymon keltirgandan keyin Allohga biror narsani sherik qilmasdan 5 vaqt namozini o'qisa, farz, zakot amallarini ado qilsa, Ramazon ro'zasini tutsa, rahbarlarni eshitib itoat etsa, shu ishlarni qilib vafot etsa, unga jannat vojib bo'ladi dedilar Rasulimiz sollallohu alayhi vasallam. Boshqa bir rivoyatda esa gunohi kabiralardan saqlansa degan so'zni ham qo'shib qo'ydilar. Demak, azizlar, mana bu hadislardan ham ko'rinib turibdiki, Allohga shirk keltirmagan, gunoh qilmagan holda ibodatlarimizni qilib borsak, itoat qilsak, inshaalloh jannat vojib bo'ladi. Alloh taoloning mehribonligi, karami kengligidan umid qilamiz azizlar. Yuqorida sanalgan amallarni ixlos va niyat bilan qilishligimiz insonni o'ziga jannatni vojib qilib oladi. Ya'ni vojib deganda biz Alloh taologa vojib qilib yuklamayapmiz. Hech kim Allohga hukm yuklamaydi. Bu vojib, o'zimizga vojib qilib olyapmiz, ya'ni shu jannatni. Umid qilyapmiz Alloh taolodan jannatni umidini. Shunday ekan, yuqorida bundan tashqari yana qancha amallar bor jannatli bo'lishligimizga. Ota-onasi hayot bo'lsa, ularning roziligini olishlik. Mana bu ham jannatga intilishlik. Tayyor turibdi uyimizda. Ulug' zotlardan birlarini onasi olamdan o'tganda darvozani oldida yig'lab turibdilar. Holbuki shu odamlarga musibat yetganda yig'lamaslikni o'rgatar ekanlar. Yig'lamanglar, o'zingizlarda ushlaylar, musibatga sabrli bo'linglar deyarkanlar, ammo o'zi yig'layapti. Odamlar kelib, "Ey shayximiz, siz yig'layapsizmi?" debdi, hayron bo'lib. Shunda shayx ularga qarab, "Ha, yig'layapman. Yig'layapman. Qanday qilib yig'lamayki? Bugun meni uyimda jannat darvozasi berkilib qoldi" degan ekanlar. Uyingizda jannat darvozasi bor azizlar. U darvozani oching. U darvozani faqat mehr bilan ochasiz. U darvozani faqat yaxshilik bilan ochasiz. Ko'ring, jannat darvozasi bo'lib turgan otangiz, onangizni uyingizni darvozasini ta'mir qilgani kabi ta'mir qiling. Sizga jannat darvozasi deb ko'rsatilayotgan bu imkoniyatni kiyayotgan libosiga bir qarab qo'ying. Bir yigit onasini yetalab menga olib kelib bir dam solib duo qilib qo'ying deb kechqurunda olib keldi. Yigitni kiyingan kiyimini hisobini qilsangiz yarim mashina beradi. Lekin ona bechorani kiyimini ko'chada uysiz odam ham kiymaydi. Ko'rib, ichimdan aytyapman, ey Xudo. O'zi bildi shekilli taajjublanganimni, onam juda kamtarlar. Men aytdim, onangizni kamtarliklariga gap bo'lishi mumkin emas.
Lekin shu kamtarlikka yarasha Alloh sizga himmat ham bersin. Chiroyli qilib qo'ying. Nima kerak? Mehr kerak. Yigitlar, mana ko'pchiliklar, ayniqsa ko'pimiz musofirchilikda ish qilib yuramiz. Tirikchilik kerak. Hech kim o'zidan o'zi musofir bo'lmaydi. Majbur bo'ladi, ishlayman deydi, bola chaqa boqaman deydi. Agar hamma yo'q bo'lsa, hamma uyda o'tiradi. Kimga zaril? Lekin shu nimadir qilay, bola chaqamga bir halol luqma olib kiray deb harakat qiladi-da erkak kishi. Ammo mana shu jannat darvozalaridan bebahra bo'lib qolmaslik kerak. Hech bo'lmasa qo'ng'iroq qilib ko'ngillarni ko'tarib turing. Onajon, pul topishdan maqsad qasr qurish emas. Sizni ko'nglingizni olib bir hajga olib boray deb qilyapman-da. Mendan xafa bo'lmay turing. Duo qilib turing. Ko'nglingiz nimani tusayapti? Shu narsani qilib beray. Otajon, mendan rozi bo'lib turing. Inshaalloh mana bu ishlarni qilib olay. Hech bo'lmasa aytib turing. Ular yig'lab duo qilib tursinlar. Oylab onamiz oldiga bormaymiz. Oylab otamiz oldiga bormaymiz. Lekin bitta jannat darvozasi uyimizda turibdi-yu, boshqa joydan jannat qidiramiz. Tayyor jannat darvozasi turibdi. Shunga hammamiz harakat qilishimiz kerak. Mana bugun sizlar bilan ayni biz jannatga kirishlik imkoniyati haqida gaplashar ekanmiz. Mana bu imkoniyatlarni Alloh bizga nasib qilsin. Azizlar, sizlar bilan bugun uchrashish bahonasida bugun ajib bir hadis bor. Siz azizlarga aytib beriladigan bu hadisiki hadis qudsi. Ya'ni hadis Alloh taoloning so'zi. Bu eng ishonchli hadislardan va o'ta e'tiborli hadis bo'ladi. Shuning uchun ham mana shu hadisni bugun Alloh taoloni sizlarga chaqirig'i, Alloh sizni chaqirayotganida sidqi dil bilan quloq solib eshitishingizni xohlardim. Bu hadis Abu Zar al-G'ifforiy radhiyallohu anhu tomonidan rivoyat qilingan. Imom Muslimda kelgan. Imom Navaviy rahimahulloh o'zining Al-Azkor nomli asarida roviylardan biri Abu Idris Havoloni rahmatullohi alayhi ushbu hadisni aytar chog'ida uni ulug'ligini ta'kidlash uchun tiz cho'kib aytar ekanlar. Shunday bu hadisni men hozir sizga yetkazmoqchi bo'lgan hadisni. O'z zamonasining yetuk allomalardan bo'lgan Imom Subki rahmatullohi alayhi ushbu qudsiy hadisni 742-hijriy yil Robiyul Avval oyi Damashqda Dorul Hadis al-Ashrafiyya madrasasiga bosh mudarris bo'lib saylangandan to 756-hijriy yilning Robiul Soni Qohiraga ko'chib o'tguncha 14 yil sharhlagan ekanlar. Shu birgina hadisni bu ulamo 14 yil sharh bergan ekan. Mana shu hadisni sizga aytib bermoqchiman. Bu hadis o'ta e'tiborli, nozik bo'lganligi uchun juda e'tibor bilan eshitishinglarni va Allohdan bunga bizga amaliyot berishligini so'rab qolaman. An Abi Dharr radhiyallohu anhu anin nabiy sallallohu alayhi va sallam. Abu Zar radhiyallohu anhu payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamdan rivoyat qiladi. Rasulimiz alayhi salatu vasallam shunday dedi. Alloh azza va jallaning so'zini bizga yetkazdi. Alloh shunday deb aytdi. Payg'ambarimiz alayhissalom Allohning so'zini bizga yetkazyapti azizlar. Butun vujudingiz quloqqa aylanish kerak. Ya ibadi, ey bandalarim deyapti Alloh taolo. Ya ibadi, inni harramtu zulma ala nafsi va ja'altuhu baynakum muharraman. Alloh aytibdi, ey bandalarim, men sizlarga o'zimga zulmni harom qildim va sizni orangizda ham uni harom qildim. Bas bir-biringizga zulm qilmang. Alloh aytibdi, zulmni men o'zimga ham harom qildim deyapti. Alloh hech qaysi bandaga zulm qilmaydi. Sizlar ham bir-biringizga zulm qilmang deyapti. Ey bandalarim, barchalaringiz zalolatdasizlar.
Faqat men hidoyat etganlargina bundan mustasno. Bas mendan hidoyat so'rang, sizlarni hidoyat qilay deyapti Alloh. Alloh hidoyat qilgani uchun shu yerda o'tiribsiz azizlar. Alloh hidoyat qilganligi uchun biz Allohni masjidida o'tiribmiz. Bir ulamo bir joyda o'tirgan ekan, devor orqasida bittasini ibodatini eshitib qoldi. Duosini eshitib qoldi. U duo qilyapti ekan: "Ey Robbim, sen meni sevganing kabi menga ne'matlaringni ato qilgin" deb Allohga duo qilayotganda sen meni sevganing kabi deyapti ekan. Haligi ulamo hayron bo'lib uni oldiga chiqib, "Ey bu yoqqa kel. Sen Allohga duo qilayotganingda aytginki, Allohim men seni sevganim kabi de. Allohga sen meni sevganing kabi deb qayerdan bilasan Alloh seni sevishini?" desa, haligi odam oddiy obid odam ulamoga qarab, "Agar Alloh meni sevmaganda kechqurun meni tahajjudga turgizib peshonamni sajdaga qo'ymagan bo'lardi" degan ekan. Agar Alloh sevmaganda bugun bizni bu yerga jamlamas edi-da. Alloh hidoyat bermaganda biz bugun bu yerda o'tirmas edik. Shuning uchun payg'ambarimiz alayhisalom Allohning gapini bizga omonat yetkizyapti. Hammalaringiz zalolatdasiz, faqat men hidoyat qilganlargina hidoyatdasiz. Mendan hidoyat so'rang deyapti. So'rang Allohdan hidoyat. Allohim vahdina ilal haqqi va ila siratikal mustaqim. Bizni to'g'ri yo'lingda, hidoyat yo'lingda sobit qadam qilgin ya Rabbi. Ya ibadi, ey bandalarim. Allohning so'zi davom etyapti azizlar. Ey bandalarim, barchangiz ochsizlar. Faqat men taom berganlargina bundan mustasno. Bas mendan taom so'rang, sizlarga taom beray deyapti Alloh taolo. Hamma tug'ilganda och tug'iladi azizlar. Alloh qodir qilsagina taomlanadi. Allohdan taom so'rang deyapti. Men sizlarga taom beruvchiman. Aslida men taom bermasam, sizlarni hammangiz ochsiz deyapti Alloh taolo. Chunki taom Allohning bizga ne'mati. Osmondan yomg'ir yog'masa, yerdan ekin chiqmasa, Alloh bermasa kim bizni taomlantiradi? Demak, Alloh aytayapti, mendan taom so'ranglar. Ya'ni mendan rizq nasibani duo qilib so'ranglar. Ey bandalarim, barchangiz yalang'ochsiz. Faqat men kiyintirganlargina bundan mustasno. Bas mendan kiyim so'rang, sizlarni kiyintiray deyapti Alloh taolo. Tug'ilganda kiyimsiz tug'ilgan inson. Insonni kiyim bilan ziynatlagan Alloh taolo azizlar. Demak, Alloh taoloda mana shu bugungi bizni chiroyli suratga keltirgan, kiyimimizni hadiya qilgan Alloh taologa shukr aytib, Alloh o'zi aytayapti, mendan endi so'ranglar. Men sizlarga buni beray. Ya ibadi, ey bandalarim. Sizlar kechasi-yu kunduzi xato qilasizlar. Sizlar kechasi-yu kunduzi xato qilasizlar. Men barcha gunohlaringizni mag'firat qilaman. Bas menga istig'for aytinglar, sizlarni mag'firat qilay deyapti Alloh taolo. Shuncha gunoh qilishimizni Alloh bilib aytayapti. Sizlar kecha-yu kunduz gunoh qilaverasizlar, lekin men gunohlaringizni kechiraman. Mendan gunohingizni kechirishni so'ranglar deyapti Alloh taolo. O'zi aytayapti. So'raylik azizlar. Alloh gunohlarimizni mag'firat qilsin. Ya ibadi, ey bandalarim. Sizlar menga zarar yetkazishga qodir emassizlarki, menga zarar yetkazsalaring. Menga foyda ham yetkazishga qodir emassizlarki, menga foyda yetkazsalaring. Alloh taologa na zarar yetkaza olamiz, na foyda keltira olamiz. Zarar ham, foyda ham o'zimizga. Alloh taologa hech narsa qilmaydi. So'zini davom etyapti Alloh. Ya ibadi, ey bandalarim. Agar avvalingiz va oxiringiz, insu jinlaringiz orangizda eng taqvodor insonni qalbidek bo'lsangiz ham, bu meni mulkimga hech narsa ziyoda qilmaydi deyapti. Agar butun dunyodagi insonlardan tashqari jinlar ham hammalar bo'lib turib, ichingizda eng qalbi taqvoli odamga aylanib qolsangiz, menga hech narsa ziyoda qilmaydi deyapti. Ya'ni Alloh uchun emas, bu biz uchun azizlar. Taqvo.
agar avvalingiz va oxiringiz, ins va jinlaringiz orangizdagi eng fojir kimsani qalbidagi bo'lsangiz ham bu meni mulkimdan hech narsani kamaytirmaydi, deyapti Alloh. Agar hamma gunohkor bo'lib qolgan taqdirda ham Allohning mulkidan hech narsa kamaymaydi. Banda nimaiki qilsa o'zi uchun. Ya ibadi, ey bandalarim, avvalingiz va oxiringiz, insu jinlaringiz bir joyga to'planib mendan hojatlarini so'rasalar, ular har bir insonga so'raganini bersam, bu mulkimdan biror narsani kamaytirmaydi. Magaram igna dengizga botirilganda undan qancha suvni kamaytiradigan bo'lsa, o'shancha miqdorda kamayadi, dedi Alloh taolo. Butun insoniyat, butun jinlar to'planib Allohdan nimanidir so'rasak-ku, har bir so'rovchiga bergan taqdirimga, deyapti Alloh, ignani dengizga bir tiqib olganda ignaga qancha suv chiqadi, shunaqa darajada bo'ladi, xolos meni mulkimga, deyapti. Alloh taolodan so'rashimiz kerak. Alloh bizga berishi hech qachon Allohning mulkini kamaytirmaydi. Biz g'ayrat qilib so'ray olmayapmiz Allohdan. Allohdan nimani so'rasangiz beradi, istig'for bilan, tavba bilan. Ya ibadi, ey bandalarim, bular sizlarning amallaringiz. Men ularni hisoblab qo'yaman. E'tibor beringizlar. Ya ibadi, ey bandalarim, bular hammasi sizlarning amallaringiz. Men ularni hisoblab qo'yaman. Va shunga qarab sizlarga to'liq jazo yoki mukofot beraman. Kim yaxshilikni topsa, bas Allohga hamd aytsin. Kim undan boshqa narsani topsa, faqat o'zini malomat qilsin, dedi. Ushbu hadis qudsi Alloh taoloni bizga ogohlantirishi, azizlar. Hozir sizlarga o'qib berganimdek, bu hadisni 14 yil sharhlagan ekan. Faqatgina bu hadisdan o'zim ta'sirlanganligim uchun aytyapman. Meni o'zimning odatim, odamlarga bir mavizani aytmoqchi bo'lsam, qachon o'zim shundan ta'sirlangan bo'lsam, shuni izhor qilishni xohlayman. Toki o'zim yaxshi ko'rgan narsani boshqalarda bo'lishini. Mana shu Allohning chaqirig'idan men ta'sirlandim. Vujudim titradi, ko'zimga yosh keldi. Alloh taolo shuncha mehribonligini izhor qilib, yana meni har kuni xato qilishimni bilib kechirmoqchi bo'lyapti. Lekin men shunga yarasha kechirim so'ray olmayapman. Zunnun Misri rahmatullohi alayhining ashablaridan birining voqeasi ayni mana shu hadisning sharhida keladi, azizlar. Keling sizlarga o'qib beray. Zunnun Misri rahmatullohi alayhining ashablaridan biri ko'chada ketayotib bir holatga guvoh bo'ldi. Bir ayol o'z balasini xato ish qilgani uchun koyib tashqariga chiqarib eshikni ichkaridan yopib qo'ydi. Ko'p onalarda bo'ladi bu narsa. Bola bir sho'xlik qilsa ko'chaga olib chiqib eshikni yopib qo'yadi. Zunnun Misrining ashablaridan biri ulug' zot ko'rib buni aytayaptilar. Tashqarida qolgan bola eshikni taqillatar va ko'zlarida yosh bilan onasidan uzr so'rar edi. Onajon, siz menga eshikni yopsangiz, menga eshikni kim ochadi? Siz meni haydasangiz, meni kim qabul qiladi? Siz menga g'azab qilsangiz, menga kim rahm qiladi degancha uzr so'rashda davom etardi. Ona esa bolam uzoqqa ketib qolmasin deb derazadan tez-tez qarab turar, bolasidan xavotirda turardi. Bola uzr aytgancha uyning ostonasida uxlab qoldi. Bolasining ovozi chiqmay qolgandan xavotir olgan ona tashqariga xavotirla chiqib, qarasa bolasi eshikning tagida uxlab yotibdi. Darhol qo'liga olib, yuz ko'zlardan o'pib, yig'lab bolasini bag'riga bosdi. Onani rahmi keldi. Va bolasiga qarab, qaytib bunday sho'xlik qilmagin bo'ptimi bolam? Men seni uyga olib kiray deb uylariga olib kirdi. Holatni guvoh bo'lib turgan zot bu holatni ko'rib bir na'ra tortdi. Bir oh tortib yig'ladi. Va shunday dedi: Ey Robbim, ey Robbim, meni kechir. Gunohlarimni af et. Ofiyat ber. Men zaifni o'zing qo'lla. O'zing madadkorim bo'l. Ey Robbim, bu bola misoli onasidan boshqa hech kim yo'q kabi, mening ham sendan o'zga borar joyim yo'q. Meni noumid qoldirma.
meni tavbalarimni o'zing qabul qilgin, o'zing menga yordam bergin deb duo qildi va behush bo'lib Alloh taolodan madad so'rab yig'ladi. Chunki haligi bolaning holati ta'sir qildi. Bola qanchalik darajada jahlini chiqargan bo'lsa ham mehr ila ona uni olib kirib ketdi. Alloh ham bandasini o'zining rahmonlik sifati bilan, rahimligi bilan bizni mag'firatiga olib turar ekan, biz ham Allohdan shuni umid qilib so'rashimiz kerak. Alloh bandalariga shunday mehribon ekan azizlar. Shunday mehribonki, bandalarini, gunohkor bandalarni tavba qilishlik imkoniyatini berib turar ekan. Alloh bandalarga hech qachon zulm qilishni xohlamaydi azizlar. Shuning uchun imkoniyat beradi. Qachon gunoh qilsak, imkoniyat beradi tavba qilishlikka. Masalan, mana shu yelkamizda kiroman kotibayn gunohlarimizni va savoblarimizni yozib turuvchi farishta bor. Hech eshitganmisiz? Mana shu farishtani bittasi ikkinchisiga rahbar ekan. O'ng tomondagi farishta chap tomondagi farishtaga rahbar hisoblanar ekan, amir hisoblanar ekan. Nima uchun desa, o'ng tomondagi savobni yozadigan, chap tomondagi farishta gunohni yozadi. O'sha yozilgan narsalarni keyin qiyomatda taroziga qo'yib tortadi azizlar. Ehtimol bundan 14 asr muqaddam boring, ana bir asr muqaddam odamlar o'ylagan bo'lishlari mumkin. Bitta odam 80 yil umr ko'rsa, har kuni yozaversa, bu qog'oz qancha bo'ladi, qanaqa qilib yozar ekan? Milliardlab qiyomatgacha keladigan odamlarni hammasini farishta yozib qanday bo'lar ekan deb o'ylashimiz mumkin. Lekin bugun biz bunaqa o'ylamaymiz, chunki biz insonda Allohning ilhomi bilan, aqli bilan yaralgan bitta fleshkaga dunyoda narsasini sig'dira olayotganimiz. Demak, Alloh taolo bizni savob va gunohlarimizni bemalol qanday yozyapti o'zi biladi. Men aytmoqchi emasman ular fleshkaga joylaydi deb. Qanday qiladi Alloh biladi. Lekin gunoh va savobimiz yozilyapti. Qiyomatda tortiladi. Endi mana shu bir narsani niyat qildingiz, bir savobni. Ertalab turib niyat qildingiz. Bugun men bir savob ish qilaman, bir kasal ko'rgani bo'laman, yo bir kambag'alni holidan xabar olaman, yo bir yetimni holidan xabar olaman, yoki bir yaxshi ish qilaman deb niyat qildingizda, ammo shu ishni qilmadingiz. O'sha niyat qilish zahotingiz o'ng tomondagi farishta bitta savob yozib qo'yaverar ekan, qarang. G'animatda u yerda azizlar bitta harf ham g'animat. Bitta harf ham bizga kerak qiyomatda, og'ir kelish uchun. Chunki u yerda zarratin sharroyara, zarratin xayroyarada zarrachalik yomonlikni ham ko'rsatib qo'yadi, zarrachalik yaxshilikni ham. Zarra degani bu juda ham kichkina, mana shu atomda aytib, juda ham kichkina. Shu ham ko'rsatiladi. Shuning uchun ozgina ham bizga kifoya qiladi. Mana shuni niyat qildikmi, bitta savob yozilar ekan. Agar o'sha niyat qilgan narsamizni amalga oshirsak, uni 10 ga ko'paytirib qo'yadi. Hozir buni 70 dan 700 barobargacha ko'paytiradi Ramazonda endi. Gunoh tomonimizni yozadiganchi, agar bir gunoh niyat qilsak, hali qilmagan bo'lsak yozmaydi. To'xtab tur deydi. Bu amir aytadi, o'ng tomondagi farishta to'xta deydi. Mabodo bir gunoh qilib qo'ydik, bandamizda hech kim gunohdan xoli emas. Kullu bani adam xatoun dedilar payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam. Odam bolasi borki xato qiladi. Bir gunoh qilib qo'ydik. O'ng tomon farishtasi, chap tomon farishtasiga aytar ekan, yozmay tur. Muddat ber. Balkim tavba qilar. Agar chin yurakdan tavba qilsa, o'sha gunohni keyin yozmasdan o'chirar ekan. Allohning bu imkoniyatini bizga bergan mehribonchiligimi azizlar, biz kechira olmaymiz, lekin biz bir-birimizni kechira olmaymiz. Alloh taolo bizni kechirish uchun hamma imkoniyatni yaratib qo'yapti. Mana bunday Ramazon oylarini beryapti. Agar bandam tavba qilsa, tavbasini qabul qilaman. Shu oyda jannat eshiklarini ochib qo'yib, jannatga kiradiganlar ro'yxatini qilaman. Aytqu minan niron, do'zaxni o'tidan xalos qiladi. Laylatul Qadr kunlarini kechasini berib qo'ydi. 1000 oydan afzal. Hammasi mana shu Robbimizni bizga bo'lgan rahmati, mehribonchiligi. Biz esa bundan unumli foydalanib
Alloh haq azza va jalla shunday imkoniyat bergan ekan, tavba tazarru bilan o'tkazishimiz kerak.